To'rtko'l tumanida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan ishlarning samaradorligini oshirish maqsadida jamoatchilik va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Toshkent gumanitar fanlar universiteti bilan hamkorlikda uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuvda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri 2-mintaqaviy hudud boshlig'i podpolkovnik Abdullayev Shuhrat Rasuljonovich hamda To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Turganbayev Ruslan Sultonmurodovich talabalar bilan uchrashib, yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, avto va mototransportlarni hujjatlarsiz boshqarish salbiy holatlarini keltirishi hamda giyohvandlik mahsulotlarining salbiy oqibatlari to'g'risida tushunchalar berdilar. To'rtko'l tumanida tashkil etilgan ushbu tadbirlar yoshlarni jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi ogohlantirish, ularga huquqiy va ma'naviy jihatdan mukammal yondashishni ta'minlashga xizmat qiladi. Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, yoshlar o'rtasidagi huquqiy va axloqiy savodxonlikni oshirish maqsadida o'tkazilayotgan tadbirlar muhim ahamiyatga ega. To'rtko'l tumanidagi tadbirlar shubhasiz yoshlarning huquqiy bilimlarini mustahkamlashga va jinoyatchilikni oldini olishga katta hissa qo'shadi.